Men Ahmedova Kamoli 10 yillik tajribaga ega logoped defektologman. Avlod Kids bolalar xususiy bog'chasi ochilganiga 3 yil bo'layotgan bo'lsa, shu 3 yil mobaynida o'z faoliyatimni shu yerda olib boryapman. Logoped bog'chalarda bolalarni nutqini rivojlantirishda faoliyatini olib boradi. Logopedda o'zi asosiy vazifasi bu bolalarni to'g'ri tovush talaffuziga o'rgatish, ularni mayda yirik motorikalarni yaxshi rivojlantirish, nutqini o'stirish. Bog'chamizda bolalar bilan har doim individual mashg'ulot olib boriladi. Guruhli mashg'ulot alohida, yakka tartibda bo'lsa alohida olib boriladi. Yakka tartibda ham, guruhli ishlaganda ham bolalarni qiziqishlaridan kelib chiqqan holatda mashg'ulotlar olib borishga harakat qilamiz. Guruhli mashg'ulotlar asosan o'yin tarzida olib borilsa, yakka mashg'ulotlarda katta guruhlarda alohida, masalan, ular maktabga chiqib ketishadi. Shu sababli ularga biroz murakkabroq mashg'ulotlar o'tiladi. Kichik guruhlarda yakka mashg'ulotlar ham o'yin tarzida olib boriladi. Chunki bolalarning asosiy faoliyati bu o'yin hisoblanganligi uchun ko'proq o'yin tarzida borishga harakat qilaman. Bundan tashqari yana bog'chamizda bolalarni massaj ham qilinadi. Logoped o'zini maxsus massajlarimiz bor. Yuz massajlari, shu massajlarni doimiy ravishda guruhli ham qilinadi. Bu haftada bir marta bo'lsa, yakka tartibdagi ishlaydigan bolalarimizda artikulatsiya yuz sohalari, qo'llari doimiy ravishda qilib boriladi. Bu ham faqat bolalardan individual kelib chiqqan holatda. Ba'zi bolalarga massaj kerak bo'lmaydi, ularga qilinmaydi. Lekin ba'zi bolalarga massaj qilishimiz kerak bo'ladi. Diagnostika qilingandan keyin shu diagnoziga qarab amalga oshiriladi. Sizning ham farzandingiz Avlod Kids bog'chasida ta'lim olishni istasangiz, hoziroq bizga qo'ng'iroq qiling va bir kunlik bepul sinov muddatimizga ega bo'ling.